Yoshlar duch kelgan masalalar va ularning sabablari. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Sheyx Fawzan hafizahullohning yoshlar duch kelgan masalalar va ularning islomdagi choralari risolasidan 4-bob yoshlar duch kelgan masalalar va ularning sabablari temasini o'qiymiz inshaalloh. Yoshlar duch kelgan masalalar va ularning sabablari. Biz yoshlar duch kelgan masalalarni va bu masalalarni hal qilish uchun qo'llanishga tegishli tadbirlarni Qur'on, sunnat nuri ostida bayon qilib o'tamiz inshaalloh. Darvaqa har qanday masalaning chorasi islomdir. Agar kishi islomga chin va to'g'ri ravishda yepishsa, uning har qanday masalasi cho'qim hal bo'ladi. Bugungi yoshlar tuvandikidek ba'zi masalalarga duch kelmoqda. Birinchi masala yangi iqlimlar. Bugungi yoshlar seldek yamragan xatarlik yangi iqlimlarga duch kelmoqda. Bu eng cho'ng masala va xirislardan biridir. Agar bu iqlimlarning texmi bak yamrishiga va bosh ko'tarishiga yo'l qo'yilsa, ular yoshlarning axloq va e'tiqodini osonlan bulg'ab yetadi. Bu xil iqlimlar son-sanoqsiz bo'lib, ommaviy taratqu va ijtimoiy taratqular orqali hech qancha qiynalmayla yoshlar orasiga singib kirmoqda. Radio, televizor, internet va basma matbaa buyumlari oq-qorani, yaxshi-yomonni farqlantirolmaydigan yoshlarning sabiyligini bulg'aydigan yo'shurun zaharlar bilan to'lgan. Bu taratqular o'smirlar ruhiyatining yadrosiga zaharxandilik bilan hujum qilib, ularni halokat qaynamlariga so'raydi. Jamiyatimizda yoshlarning dunyoning har qaysi joylaridan taralgan ziyonliq va halok qilg'uchi iqlimlarni do'rishi umumyuzlik ahvolga aylandi. Bu ommaviy taratqular orqali yamragan axloqsizliklarni yuqtirib olganlikning bevosita natijasidir. Halbuki bu oxirida iymonni zaiflashtirdi. Biz yoshlarning murtadlik, marksizm, kommunizm, sotsializm va boshqa chirikchi ideologiyalarga moyil bo'layotganligini bayqadik. Asonla erishkili bo'ladigan nachar mazmunlarni ko'radiganlar to'limi ko'p bo'lmoqda. Yoshlardagi pishib yetilmaganlik bu xil shiddatlik zarbiga o'rin hozirladi. Ular o'zidagi ilmsizlik tufayli nimalarni ko'rish, anglash, o'qish va nimalardan saqlanishni bilolmay qoldi. Maqolda aytilganidek, bo'sh kalla shaytonning uvusidir. Manfaatlik ilm qochilanmagan kalla shuning zitiga, ya'ni manfaatsiz fikrlarga moyil keladi. Natijada ashu manfaatsiz fikrlar kishining kallasiga o'rnab ketadi-da, bularni kalladan siqib chiqarish to'limi tezki to'xtaydi. Ikkinchi masala ideya va axloq jihatdagi buzilish. Bu masalalarni tuvandagidek bir qancha turli usullar orqali hal qilg'il bo'ladi. Birinchisi va eng muhimi yoshlarni ommaviy taratqu va ijtimoiy taratqularga cheklimisiz erishish imkoniyatidan mahrum qilishdir. Men bu taratqularni tamoman cheklashni targ'ib qilmoqchi emasman. Aksicha, bu taratqularda manfaatlik programmalarga va faoliyatlarga rag'bat berilish kerak. Lekin bu taratqularda buzuqchilik yamrab ketgan bo'lg'achqa
ota-onalar va farzandlarning homilari cho'qim qattiq hushyor bo'lish kerak. Ikkinchidan, yoshlarning zarur sabab bo'lmasdan chet ellarga sayohat qilishiga cho'qim chek qo'yilishi kerak. İctimai mahrumluq va axloqiy buzuqchilik bilan to'ldirilgan joylarga safar qilish kishining axloqiga shu qadar salbiy ta'sir ko'rsatadiki, hatto u kishining e'tiqodini vayron qilib o'tishi mumkin. Ma'lum bir elga sayohat qilish kishini shu elning kulturi va turmush uslubi bilan yaqindan uchrashtirdi. Ko'pincha vaqtlarda bir davlat va uning xalqining liberalizmga o'xshash buzuq fikrlari sayohatchilarga ta'sir ko'rsatib ulgurdi. Shu davlatlarda sayohat qilayotgan vaqtda uni bu xil hujumlardan saqlaydigan mudofaa qalqini bo'lmaydi. Chunki ko'pincha vaqtlarda uning yanida uningga samimiy nasihat qiladigan kishilar bo'lmaydi. Natijada ma'naviy bardamlikning kamchiligi tufayli kishi tadrijiy holda axloqsizlik qaynamlariga sho'ng'iydi. Yot ellarni sayohat qilish yoshlarni chet elliklar va ularning qimmat qarashlari bilan bevosita uchrashtirdi va buning oqibati ofat xarakterlikdir. Kishi yot ellarning va qimmat qarashlarning ta'siriga uchrash natijasida o'z dinini va islomiy jamiyatni ayblashga boshlaydi-da, o'z to'pini yaxshi ko'rmaydigan, hatto uningdan nomus qiladigan, yoshurun ijtimoiy sargardon sifatida o'z yurtiga qaytadi. Shu vajidan yoshlarimizga boradigan joylarga chek qo'yish va axloqsizlik yomg'irgan joylarga qat'iy bormaslik haqida nasihat qilinish kerak. Üçüncü mesele, umumyüzlük nadonlik. Nurg'un yoshlarimiz o'z e'tiqodiy va diniy an'analardan bexabardir. Bu ularning islom va uning ilmlarini o'rganishga sal qaraganlikning natijasidir. Agar ular bu go'zal dinni o'rganish xususida samimiy tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa edi, yaxshi bilan yomonni, foyda bilan ziyonni, halol bilan haromni ayirish ularga to'limi oson to'xtagan bo'ladi. Shu sababdan kishilarimiz, jumladan yoshlarimiz kundan kunga yamrayotgan buzilishning ta'siriga uchirdi va bu buzilish kishini cho'chitadigan darajaga yetdi. Alhamdulillah, yuqorida Sheyx Solih Favzon Hafizahullohning yoshlar duch kelgan masalalar va ularning islomdagi choralari risolasidan 3-bob yoshlar duch kelgan masalalar va ularning sabablari temasini angladinglar. Kelar qitimda yoshlar duch kelgan masalalarning unumlik choralari temasini o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.